1.800.000 ga Tracker, Onyx va Gentra, undan pastdagi barcha avtomobillarga endi siz propanni o'rnatishingiz mumkin. Buni o'rnatganingizdan so'ng ertalab zavod bo'lmasligi, yo'lda o'chib qolmasligi va gaz bossangiz chek yonib o'chmasligiga biz garantiya bermaymiz. Bunga albatta yechim bor. 1.800.000 so'mga uстановka qilib beramiz, lekin Xitoy komplekt bo'lganligi uchun hech narsasiga garantiya bermaymiz. Garantiyaga amal qiladigan jihozlarimiz esa Yevropa Gaz brendi ostidagi har qanday mashinaga uстановка qilinadi. Qaranglar, e'tibor beringlar, narxlarni sanab o'taman. Gentra, Cobalt, Nexus, Spark, Matiz hammasiga eng full komplekt 3,5 million so'mlik komplektimizni aksiyada 2.950.000 so'm qilib qo'yganmiz. Tracker, Onyx, Jetower 1,5 litrli turbina MPI motorlar uchun 3.850.000 so'm qilib qo'yganmiz. Malibu, Equinox shu turdagi GDI sistema mashinalari uchun 7.850.000 so'm eng full komplektda hidiga va qo'ygan hamma jihozlarimizga 1 yil yoki 40.000 probeg garantiya beramiz firma tomonidan. Bunaqa narxlar hech qachon bo'lmagan, faqat may oyining o'zida amal qiladi. Mashinamga gaz qo'ydiraman, propan qo'ydiraman deb yurgan og'aynilarga jo'natib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol joylarni band qilishlari mumkin. Shoshilamiz.